To'g'ri o'tiringlar. Ishlamayam yo'q. Yo, to'g'ri o'tiring bo'ldi. Men ortiqcha xizmat qilishim kerak emas. Sizdan mijoz sifatida vazifangizni bilib keting. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qachon kelyapsiz? Probkada jon aka, men ham sizni oldingizga tezroq borsam, tezroq sizni olsam, tezroq boshqa mijoz olsam deyman, yurmayapti-da mashina. Mana kafelitoni oldidan sekin qaylyapman aka. Xo'p, mayli. Xo'p aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. To'g'ri o'tiringlar. Mashinada ketyapsizlar. Chekiga tiqilib ol, nima qilyapsiz ekan bunga aka? Mani vazifam B nuqtaga olib borib qo'yish aka. Ishlamayam yo'q. Yo, to'g'ri o'tiring bo'ldi. Men onam chiqadi, ayolim chiqadi. Uyingizga olib boring, nima qilsiz ko'ring, menga qiziq emas sizning hayotingiz. To'g'ri o'tirib keting bo'ldi. Xohlasangiz to'xtayman, tushib qoling. Halitdan beri qarayman, chekiga tiqilib olaverasiz, chekiga to'g'ri o'tirib keting, iltimos. Men shofyor sifatida vazifamni qilyapman. Vaqtida kelib, toza mashinada, toza holatda sizlarning xizmatingizni qilyapman. Bo'ldi, ortiqcha xizmat qilishim kerak emas. Sizdan mijoz sifatida vazifangizni bilib keting. Siz ishlaydigan ishxonangizga borib, men xuddi sizdaqa ish qilsam, o'g'li ko'tara olmaysiz. Mendan yana xafa bo'lmanglar. Prosta o'zingizga nisbatan xuddi shunaqa pasifka qilsa, to'g'ri ishxonangizga borib xotinim bilan quchoqlashib o'tirsam yoqmaydi-da sizga.